Manuel Neuer Realga qarshi o'yin oldidan ularning hujumchilari haqida ishonch bilan gapirmoqda. Bu Vinicius va Mbappelarga jiddiy signal bo'lishi kerak. Hozir sizlarga Neuerning o'sha intervyusini keltiraman. Siz esa shunaqangi tezkor xabarlardan quruq qolmasligi uchun kanalimizga obuna bo'ling. Unda boshladik. Nima deb o'ylaysan Manuel? Realga qarshi o'yin oldidan ularning hujumchilari senga qay darajada xavf tug'dira oladi? Har holda ular comeback kayfiyatida kelishyapti. Kylian Mbappe va Vinicius Juniormi? To'g'risini aytsam, gap ismlarda emas. Katta nomlar doim ham har narsani hal qilavermaydi. Men uchun, klub uchun eng muhimi bu o'yinda, butun o'yin davomida o'zimizni ko'rsatishimizdir. Biz Real Madridga qarshi o'ynayotgan bo'lsak ham, men individual o'yinchilar haqida umuman qayg'urmayapman. Albatta, biz ularni tahlil qildik va shunga yarasha ham jamoa sifatida o'zimizning eng yaxshi versiyamizni ko'rsatamiz. Bizda bunga yetarlicha tajriba bor, deydi Manuel Neuer. Neuer bekordan bekor bunaqangi ishonch bilan gapirmayapti. Sababi u oldingi o'yinda Bavariyaning g'alabasida asosiy qahramon bo'ldi. Imkonsiz to'plarni olib chiqdi. Unga yaqin seyv qildi va o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi va bugun ham u mana shunday katta ishonch bilan turibdi. Xo'sh do'stlar, Manuel bugun ham o'tgan o'yindagi darajasini ko'rsatadimi yoki Real Madrid futbolchilari comeback qiladimi? Eslatib o'taman, bugungi o'yin soat 00:00 da boshlanadi va bu o'yinni profilim biosida joylashgan Telegram kanalda jonli efirda va eng muhimi ortiqcha kanallarga obuna bo'lmasdan sifatli tarzda tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling, o'yinni birga ko'ramiz va qanday natija qayd etilishiga birgalikda guvoh bo'lamiz.